O'zichi hammasiga san aybdorsan. Nimalar deyapsiz? O'zingiz bir kun ham dadamga qaraganingiz yo'q-ku. Esing joyidamisan? Xotini ertalabdan dadamni bizga chiqarib borardi. Sho'li dadam nonushta qilmasdan chiqardi. Uyalinga shunaqa deyishga. Biznikida hech kim qolmasdi. Hamma ishga, o'qishga ketardi. Siznikida esa bir uy bekorchi odam. Nima? Ha, to'g'risida. Kenayim uyda o'tirsalar ham dadamga umuman qaramasdi. Bu bor haqiqat. O'zingni xotining-chi? Ha? Qachon otamning usti boshini yuvib, issiq ovqat qilib berganini esda olasanmi? Qachon qarasa kiyimlari g'ijim, bir ahvolda yurardilar. Nimaga o'shanda dadamni uyingizga olib ketib qaramadingiz? Ha? Nimaga qaramadingiz? Ey, O'zingiz qarashingiz kerak edi. Siz kattasiz. ey, o'chir ovozingni, baqirma menga. Doktor, nima bo'ldi? Dadamning ahvoli yaxshimi? Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Sizlarga sabr tilayman. Ey, mashina gaplashganmisan? Tobut topib chiqib ketish kerak ekan. Aka, sizdan bir iltimosim bor edi. Nima iltimos? Siz yaqinda dang'illama uy soldingiz. Xo'sh, Uyingiz ham hashamatli. Shunga dadamni siznikidan chiqarib qo'ya qolaylik. Nima deysiz? san esing joyidami? Qizimni unashtirib qo'yganman. To'y yaqin bo'lsa, keyin otam o'zlarining uylaridan chiqishlari kerak. Aka, men domda tursam. Domdan chiqarish osonmi? Uning ustiga 8-qavat. Liftga tobutni qanday sig'dirasiz? Sig'maydi-ku. E'tiboring uchun bu uchastkani o'zim peshani terimga qurganman. Bir tiyin berib qo'ygan joylaring yo'q. Qo'lingdan kelsa, sana o'shaqa uchastka qurib ol. Aka, o'zingiz ham tushuning. Meni ham vaziyatimni tushuning. 8-qavatda domda marakalarni o'tkazish, odamlarni keldi ketsa, qanday sig'diraman uyga? Bu sani muammoing. Bas qilinglar. Bo'ldi. Uyatmasmi? Ikkita tug'ishgan shu yerda janjallashib turishgan bo'lsa, u yerda bo'lsa dadamning ruhini chirqiratib, Ko'rmaysanmi mana bu? Pastkashchi. Bir umr otamning pensiyasini yeb yotdilaring. Endi o'lik mani uyimdan chiqarmish. O'sha o'lik sizni ham otangiz. Qolaversa sizni ham dang'illama uyingiz bor. Hech narsa qilmaydi siznikidan chiqsa. O menga qara. Mani uyimdan kelin chiqadi. O'lik chiqmaydi. Tushundingmi? uyat. Uyat. Shu darajada bahri toshmisizlar? Nahotki otamga achinmasanglar? Bo'pti. Mashinani harakatini qil. O'likni olib chiqib ketish kerak. O'lik menikidan chiqmaydi. Siznikidan chiqaramiz. Ana. Assalomu alaykum. Nimaga hamma jim? Tinchlikmi? Ko'rmaysizmi Kenaya? Biz domda turamiz. Dadamni sizlarning uchastkalaringdan olib chiqaylik desam, akam ko'nmayapti.
To'g'ri aytibsiz dadasi. Domdan chiqarishi o'zi bo'ladimi? Siz jim turing. Sizga gapirishga juda ham erta hali. Voy, nimaga erta bo'larkan? O'zingizni ja katta xotindek tutmang. Yaqinda qudandalik bo'laman deb turibman. Men gapirsam arziydi-da. Ja katta xotin bo'lib ketibsiz-ku, ha? Bo'ldi qilinglar. Aka, yaxshi ish qilmayapsiz. Dadamni sizni uyingizdan olib chiqmasak bo'lmaydi. Buni tezroq hal qilishimiz kerak. Bo'ldi. Azizaxon o'zlari qani? Ana tepada. Voy, siqilma. Ulardan gapirgan gaplarni eshitdingizmi? Dadamni olib ketishni o'zlariga ep ko'rishmayapti. Ko'rib turibman, afsus. Akalarimdan buni kutmagandim. Mayli. Sen siqilmang. Agar ular olib ketishmasa, mana biz olib ketamiz. Shunaqa. Seni otang, meni otam kabi. Dadamizni bizani uydan chiqaramiz. Dadajon nima derkanlar? Odamlar nima deydi? Bu yog'ini menga qo'yib ber. Asosiysi sen siqilmasang bo'ldi. Ke. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Shu o'tgan aqlimiz bilan jumla qatorida shu kammi ruh poklarga baxshida qildik. Oxiratlar obod bo'lsin. Allohu akbar. Shoshmanlaring. Tinchlikmi? Senlar yaxshi ish qilmadlaring. Biz nima qilibmiz? Abaqi, o'z azaldan bizani yoqtirmaysiz. Shundoq ham o'zi qayg'udamiz bugun. Bizani tinch qo'ying. Senlar qayg'udamisanlar. Hatto yig'lashga arzimadlaring-ku. Ko'zingdan bir tomchi yosh ham chiqmadi-yu. Qayg'uda emasligimizni siz qayoqdan bilasiz? Bilsangiz bizni ichimiz yig'layapti. Ha? Bizning qalbimiz yig'ladi. Oya, domla marhumni kimdan qarzi bor? Qarzlarni kim bo'yniga oladi deganda ikkaloving ham tilingni yutordilaring-ku. Amaki bas qiling. Hozir siz bilan tortishmoqchi emasmiz. Bechora akam. O'z uyi qolib kuyovni uydan chiqishlarini bilganlar deydi. Afsus. Afsus, ming afsus. Sus sendek farzandlarga. Ammo akacha yerga urvormang bizni. Biz ham dadamizni uyimizdan chiqarmoqchi edik, lekin singlim bilan kuyovimiz biznikidan chiqadi deb turib oldi-ku. Biz nima qilaylik endi? Senlar akamni qancha xo'rladilaring? Meni bilmaydi deb o'ylayapsanlarmi? Siz bilan tortish foydasi yo'q. Shohruh, ketamiz. O'tarsiz, choy poy qilib beraman. Hayb senlarga. Hayb.
Xizmat qilaverib oyoqlarim og'rib ketdi. Oyoqlarimda oyoq qolmadi. Nima? Boshqalar xizmat qilmayaptimi, opa? O'tiribsiz halidan beri. Nima? Boshqalar raqsga tushyaptimi? Bitta sizmasiz ishlagan. Voy, siz kirib olib, xotinlar bilan gap sotib o'tirdingiz-ku? Voy. Qachon shunaqa qildim? Nimaga tuhmat qilasiz menga? Hech bo'lmasa shu bugun shu yerda janjal ko'tarmanglar. Mana o'sinimni ko'rmaysizmi? Hammasi shulardan boshlandi. Biz urushayotganimiz yo'q. Shunchaki suhbat quryapmiz. Ko'ryapman. Kun bo'yi qilgan ishinglarni minnat qilib o'tiribsizlar. O'zi hammasini mana shu o'sinim boshladi. Shulardan chiqadi. Voy, tavba. Ey, bunaqa narsalar o'zi sizdan chiqadi-ku? Nega yolg'on gapirasiz? Bo'ldi qilinglar. Undan ko'ra ammamga javob kiringlar. 2 marotaba hushidan ketdilar. Tez yordam chaqirdik. Kirib hol-ahvol so'rab chiqinglar. Sog'lig'i yomon. Bo'ldi, o'zim kiraman bo'lmasa hozir. Ko'k choy damlang. Ey, siz menga o'rgatmang. O'zim bilaman qanaqa choy damlashni. Ammajon, xafa bo'lmasdan o'tiribsizmi? Xafa bo'lganda nima ham qila olardik? Biror narsani o'zgartira olamizmi? Shunday akam o'tdi ketdi. Endi duo qilishdan boshqa choramiz yo'q. Choy iching. Dadam bo'ladi deb kim o'ylabdi deysiz? Aka, qo'ysangizchi. Biror marta hollaridan xabar olmadingiz-ku? Savolni o'zingni bil. Agar dadamga tuzukroq qaraganingda hozir o'lib qolmagan bo'lardi. Xuddi qoyillatib qarab qo'ygandek gapirasiz, aka. Bas qil ikkaloving ham. Ikkalovingni ham ko'rishni istamayman. Faqat gapirasanlar xolos ikkaloving ham. O'sinjon. Siz ham mundoq bir kelin bo'lib, qaynataga qaramadingiz-a? Voy, menga qarang. Men vaqtida-chi xizmatlarni qilib qo'yganman. Tushundingizmi? Yo'q-e. Qayoqda? Hech qancha yashamagansiz-ku. Darrov eringizni alohida olib chiqib ketgansiz. Iltimos, hammanglar ketinglar. O'zimning dardim o'zimga yetib turibdi. Ketinglar dedim. Ket hammang. Jigarim joylari jannatda bo'lsa ilohim. Ertaga katta xudoyi. Qaysi biringlar qo'chqor olib berasizlar? Menga unaqa qarama, tushundingmi? Sizda pul ko'pga, aka? Pul ko'p bo'lsa yaqinda to'y qilyapman. To'y? Qanaqa to'y? Dadam nazasi o'tmaguncha to'y qila olmaysiz. Aza 3 kun bo'ladi, tushundingmi? To'y kunida quda taraf berilgan, men emas. Men to'yni to'xtata olmayman. Men sizlardan to'y haqida so'ramadim. Xudoyi qilamiz, qo'shqorni kim olib beradi deb so'rayapman. Aziza, mana nafaqa pulim. Ozroq o'zim uchun yig'ib qo'ygandim. Ammo sizdan pul ololmaymiz. O'zi shundoq ham qiynalib yashaysiz. Olib qo'ying, ololmayman, amma. Yo'q,
oshga ishlatasalar, ol. Akam men uchun juda ko'p yaxshiliklar qilgan. Ol, ishlatasalar. Qani endi imkonim bo'lganda hamma xarajatlarni o'zim ko'tarardim. Hech kimga puli kerak emas. Bu yog'ini o'zim ko'taraman. Dadasi, sizda pul qolmadi-ku? Mashinamni do'stimga aytib qo'ydim. Kelib olib ketadi. Axir o'sha mashina bilan ro'zg'orimizni tebratayotgandingiz-ku. Xavotir olma. Rizqimiz yozilgancha bo'ladi. Pulini berish bilan ertaga Xudoyini qivoramiz. Sizlar xavotir olmanglar. Essiz sendek yigitlarga. Uyat ikkalangga ham. Menga unaqa qarama. Xudoyini ham ko'ngildagidek o'tkazib oldik. O'tkazib oldik. Dadasi, Labbi. rahmat. Hammasi uchun. Nega rahmat deysan? Axir qo'limdan kelganini qildim. Baribir ham juda ham katta yordam berdingiz. Ota qadrini hammadan ko'ra men yaxshiroq bilaman. Chunki otamiz bizga doim oqibatli bo'lishni o'rgatganlar. Dadajon, juda ham bebaho insonlar. Bir og'iz ham qarshilik qilmadilar. Boshqa odam bo'lganida dadamni bilasan-ku. Biror marta kimnidir dilini og'ritganlarini ko'rmaganman. bariga topsinlar. Otani yo'qotish og'ir bo'lar ekan. Lekin hammasidan ham og'iri jigarlarni oqibatsizligi ekan. Mayli. Aziza qo'y, yig'lamagin. Mayli. Qo'limizdan kelganini qildik. Dadasi, kira qilib kun kechirayotgandik. Endi nima qilasiz? O'rtog'im Sobir bilan bir kichikroq biznes qilmoqchi edik. Faqat ishni boshlashimiz uchun subsidiya ajratish kerak. Kecha u bilan xalq qabulxonasiga borgandik. Xalq qabulxonasiga? U yerda nima qildingiz? Momomizani aytdik. Barchasini oydinroq tushuntirdik. Ular nima deyishdi? Murojaatimizni yozib olishdi. Keyin biz yaratgan loyihani ham ko'rib chiqishdi. Muammomizni tegishli idoralarga yuborib, keyin nazoratga olamiz deyishdi. Agar o'sha biznesni yo'lga qo'yib olsak, kamida 20 kishiga ish o'rni yaratiladi. Shuning uchun ham biznes loyihamiz ularga ma'qul kelib turibdi. Ish qilib xalqqa berishar ekanmi? Xudo xolasa hal qilishadi. Axir shuncha odam muammosini hal qilishyapti-ku. Yaqin kunlarda xushxabar bilan aloqaga chiqishadi. Allohim ishingizni o'ngidan bersin. Aytganing kelsin. Qani, marhamat.
Marhamat. Telefoningiz jiringlayapti. Kim ekan? Qo'z ko'tarsam boshimni qotiradi. Qayerdasiz? Qachon kelasiz deb. Axir biz 3 kunga toqqa ketyapmiz-ku. Ogohlantirib qo'yganingiz yaxshi. Qo'ysenchi. Keyin janjal qiladi. Ularda shallaqa. To'g'ri aytasan. Qo'ng'iroq qilib qo'yaman. Dadasi, Nima deysan? qayerdasiz? Yo'lda edim. Qachon qaytasiz? 2-3 kunga safar ketadigan bo'lib qoldim. Nasib qilsa 2-3 kundan keyin uyga qaytaman. Voy, bunaqa gap qayerdan chiqdi? Axir kechagina bunaqa gap yo'q edi-ku. Shunaqa bo'lib qoldi-dek xotin. Ruldaman. O'zim telefon qilaman. Bo'pti, xo'p. Bo'pti. Mayli. Bopladingiz. Chalg'maymiz? Marhamat. Marhamat. Yerimni bu sayoq yurishlari sira qolmadi-da. O'zi rostdan ham safarga ketdimikinlar? Qani bir qo'ng'iroq qilaychi. Alo. Mubina, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Tinchlikmi? Yo, o'zim shunchaki telefon qilayotgandim. Qara, sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'p, nima ekan? Haligi seni ering ham safarga ketdimi? Tinchlikmi? Nimaga so'rayapsiz? Yo, tinchlik. Shunchaki seni ering bilan bitta joyda ishlashadi-ku, shuning uchun so'rayapman. Shunaqami? Yo'q, hech qayoqqa ketmagan. Uyda. Uydami? Tinchlikmi? Alo. Ha, mayli. Unda kelib qolarlar. Bo'pti, mayli unda. Xo'p, mayli. Xo'p. Bo'pti, xo'p, yaxshi dam olinglar. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Ko'tarsa bo'lmaydimi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan? Ko'chada o'rtoqlarim bilandim. Oying qayerga ketgan? Ertalab chiqib ketgandilar, hali kelmadilarmi? Yo'q, qaytgani yo'q. Bu qanaqasi bo'ldi? Dugonalari bilan ketgan odam shuncha vaqt yo'q bo'lib ketadimi? Bilmadim dada. Assalomu alaykum dada. Qayerdasan? Qayerdasan deb so'rayapman sendan. Ishdan chiqib dugonalarim bilan o'tirishga kelgandik. Har kuni o'tirasanlarmi senlar? Qizing hali maktabdan qaytgani yo'q. O'g'ling endi keldi. Dadasi, hozir boraman, namuncha vaqtma qilasiz? Axir kun bo'yi ishda bo'lsam. Har kuni shu ahvol. Bundoq xotin degan uyda o'tirmaydimi? Ovqat qilib bolalarga qarab. 10 daqiqada yetib boraman. Ko'ramiz 10 daqiqangni. Shaboz, bor. Menga choy qo'y. Xo'p, mayli. Bu uyda hamma o'z boshimcha. Qizim, Labed dadajon, qolganlar qani? o'g'lingiz ishdalar. Bolalar endi kelishadi. Qo'shimcha darsga ketishgan. Rahmat. Shunaqami?
Qizim, ko'p ham xafa bo'lavermang. Dadangizga siqilib, o'zingizni ancha oldirib qo'yibsiz. Endi nima ham qila olardik? Avvaliga onamdan, keyin esa dadamdan ayrilib qoldik. Meni ham o'z otangizdek bilavering. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, bexijolat, bemalol so'rayvering. Rahmat dadajon. Sizni o'z otamdek ko'raman. Sizdan juda ham minnatdorman. Rahmat. Akalarim qilmagan yaxshilikni siz bilan o'g'lingizdan ko'rdim. Xijolat bo'lmang. O'lim haq. Hammani boshda bor savdo. Ertaga endi o'zimiz qay ahvolda o'lamiz, buyog'i Xudoga ayon. To'g'ri aytasiz. Mana shu pullarni olib qo'ying. Dadajon, bu nimaga? Ha endi bilib bo'ladimi? Issiq jonimiz. Mabodo ertaga menga biror kor hol bo'lib qoladigan bo'lsa, shoshib qolmanglar deyapman-da. O'sha paytda o'g'limga mana shu pullarni berib qo'yasiz. Men yana sizga olib kelib beraman. Yo'q. Dada, buni ola olmayman. Olib qo'ying. Siz eng hurmat qilgan, yaxshi ko'rgan kelinlarimdan birisiz. Ota-onangizga mingdan ming rahmat. Mana ayolim o'tgandan keyin osh ovqatsiz qolmadim, qarovsiz qolmadim. Ovsiningiz ham baraka topsin. Xullas, olib qo'ying shu pullarni. Biror kam ko'stingizga, ma'rakalarga ishlatarsiz. Faqat yo'q demang kelinjon. Rahmat dadajon. Voy, bolalaringiz kelishdi. Men qaray. Hormin, assalomu alaykum. Ye. Bizga ham non bormi? Ke. Ahvollaringiz yaxshimi aka? Yaxshimisan? Savollaring yaxshimi? Rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Rahmat, shukr. Tinchlikmi-ku? Shoshilinch gapim bor deganding. Ha, siz bilan maslahatlashish deb kelgandim. Nima gap? Dadamizani umra safarga yuborsa degandim. Yaxshi o'ylabsan, uka. Men ham shu haqda ko'p o'ylardim-u, ammo hozir qo'lim ozroq. Aka, yo'q demasangiz, dadam bilan siz birga borsiz. Ikkilaliga chiptani o'zim olib beraman. Rostdanmi? Aka, to'g'risini niyat qilgandim. Bilasiz, yaqinda mashinamni sotib, qaynatam marakasini o'tkazdim. Shunga qolgan bir qismiga siz bilan dadamni umraga jo'natmoqchi edim. Ko'nglimga tugib qo'ygandim. O'g'ri bo'lsanda jigarim. Ovorasi yo'q akajon. Rahmat. Baraka top. Sendek jigarim borligidan faxrlanaman. Boringga shukr. Men ham. Bo'lmasam nonimiz uzib kuyib ketmasin. Bemalol. Hozir.
Assalomu alaykum. Davlatim otam. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi keldingmi? Qani o'tirchi. Kelin, ovqat suzavering. Yo'q, hech narsaga ovora bo'lmasin. Keliniz toki do'lma qilgan ekan. Sizga ham ilinib berib yubordi. Mana. Har kuni ovqat berib yuboradi-ya. Kelinim baraka topsin. O'zing ham har kuni ovora bo'lib bunaqangi non ko'tarib kelaverma. Unaqada foyda qila olmaysan, bolam. Meni foydam siz-ku, otajon. Ovorasi yo'q. Dada. Shu desiz, ukam bilan sizga ajoyib sovg'amiz bor. Qanaqa sovg'a ekan, bolam? Ishqilib, yaxshi sovg'ami? Hozir ko'rasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolam. Dada, sizga aytgan sovg'amiz mana. Dada, xursandmisiz, dada? Dada, akam kelinglar borib kelsanglar. Xursand bo'lardim. Ilohi omin. Topganinglar oltin bo'lsin, bolam. Sizlarga ham mana shunaqangi umralarga sovg'alar bolalaringizdan qaytsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bolalarim. Allohu akbar. Dadajon. O'zim sizni yelkamda opichlab olib yuraman, dadajonim. Rahmat bolalar, rahmat. Baraka topinglar. Sizlardek bolalarim bilan faxrlanaman. Umringlar uzoq bo'lsin. Biz ham faxrlanamiz, dadajon. Farzandinglar ham o'zinglarga o'xshagan bo'lsin, bolalarim. Chiroyli, ha? Maza qilib borib kelasizlar, dadajon. Man. Qarang, dada. Oling, dada. Rahmat. Rahmat bolalarim. Dadamga ham narsalarni tayyorlab qo'y. Kech kunlar ham yaqinlashyapti. Xavotir olmang. Hammasini tayyorlab qo'yganman. Ay, yaxshi. Dadajon, juda ham xursandlar. Akam bilan dadam xursandchiliklarni ko'rish men uchun juda katta baxt. Dadasi, Labbi. akalarimdan xabar olmoqchi edim. Ertaga borib kelsam maylimi? Oldin dadam osh-ovqatlarni tayyorlab qo'yib, keyin bemalol borib kelsang bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Ishlaringni bo'ldingmi? Hozir Bir dadasi. pas dam olmoqchi edim. Xo'p, Yomon charchadim. hozir. Aytingchi, o'zi meni nimaga yoqtirasiz? Ko'nglim bo'la olasan. Xotinim bo'lsa uyga borgim kelmaydi. Xotiningizga ko'p narsa kerak. Amanga bo'lsa faqat siz kerak. Obbo. Shuning uchun ham seni yaxshi ko'raman-da. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Demak, shuning uchun ichamiz. Oling.
Oldik. Qani oxirigacha? Doq yaxshi ko'rmayman. Menga olmay qo'yadi. Kenaya. Akam, jiyanlarim yaxshimi? Bir xabar olay deb kelgandim. Siz bekorga kelmagandirsiz? Ehtimol pul so'rab kelgandirsiz. Pulim bor, shukr. Yaqinda xudoy qilmoqchi ekansiz. Sizga aytib qo'yay. Akangizdan umid qilmang. Kenaya. Sizlardan umid qilmay qo'yganimga ancha bo'ldi. Men faqat akam bilan jiyanlarimdan xabar olay deb kelgandim. Yaxshi. Jiyanlaringiz o'qishda. Akamchi? Akangizni xudo biladi. Har doimgidek dam olishda yurgandirlar. Ota-onamning qabrini ziyorat qilish kerak edi. Keyin mozorlarni tozalash kerak edi. Shuni akamga aytmoqchi edim. Qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayaptilar. Hani, bo'lmasa qaynimga ayting. Ha, ularning ham vazifasi-ku. Har holda qaynimni bo'sh vaqtlari ko'p. Boring, o'shalarga ayting. Qolaversa-chi, dadajonimdan ko'p foyda ko'rganlar ular. Mana, pensiyalarini ham yeb o'tirishibdi, mazza qilib. Keyin akangizni uyda ushlab bo'larmidi? Har doimgidek shu ko'chada. Xudo biladi, hozir birorta qiz bilan yurgandirlar balki. Men bo'lsa bu yoqda uyim joyim deb o'tiribman. Akangiz bu uyga ijarachiga o'xshab keladilar, ketadilar. Bo'ldi. Akam bilan o'zim gaplashib olaman. Nima qilasiz meni yuragimni siqib? Shunaqa. Haqiqatni gapirsa hech kimga yoqmaydi. Har doim shu ahvol. O'zimni saxiy boyvachcham. Oldingizda pul yo'q. Hamma pulingiz mashinadami deyman-a? Mashinayam, uy-joyam endi meni nomimda. Jonim, bu yoqqa. Xo'p. Bunisiga ham. Uxlab qolyapsiz. Jonim, uxlab qolyapsiz. Oxirgisi. Ana, bo'ldi. Alo. Yaxshimisiz? Adashmasam, ismingiz Ziyoda. Bahrom akaning xotinlari.
Hozir. Nima deysan? Nima? Tinchlikmi? Qovog'ingdan qor yog'yapti. Ko'chadan horib kelgan yeringga salom bermaysanmi? Sizga salom yo'q. Singlingiz kelib ketgandi. Kayfiyatim o'pusdi. Nima dedi? Akamga aytib qo'ying. Dadam uchun mundoq bir ispis chiqarib tursin. Axir dadamni uyida yashayapsizlar-ku dedi. Qo'yaver. U bilan o'zim gaplashaman. Gaplashing. Bizning pulimiz yo'q. Nima yig'in qilmoqchi bo'lsang, ana o'zing qilaver deb ayting. Ha, bo'pti. Ovqatingni siz. Xo'p. Ha, singlim meni kutmadimi? O'zi 1 soat boshimni qotirgani yetadi. Jahlim chiqqanidan oldiga hech narsa qo'ymadim. Bo'pti. Choy qo'y. Xo'p. Ha? Keldingizmi va nihoyat? Siz menga qanaqa sovg'alar tayyorlab qo'ydingiz? Uyimizni ko'chadagi iflos ayollarga qo'shqo'llab berib yoribsiz-ku. Ko'chada yashaymizmi endi? Bo'ldi qil onasi. Siz meni onasi demang. Bo'ldi, hammasi jonimga tegib ketdi. Siz bilan ajrashaman. Sen joydamisan? Bola katta bo'lishganda ajrashamiz deganing nimasi? Tilingga yomon bu gapni. Bola eshitmasligi kerak buni. Sizni o'sha nojo'ya qadamlaringizni bolalaringiz ham bilishsin. Sizni sharofatingiz bilan ko'chada qolganlarini bilishsin. Hammasini o'zim to'g'rilayman. U suyog'i gapiraveradi. Uni gaplariga ishonma. Siz nima qilib unaqa ifloslarga o'ralashib yuribsiz-a? Sekinroq gapir. Bu boshqa qaytarilmaydi, tushunyapsanmi? Siz bilib qo'ying. Agar bugunoq shu ishni hal qilmaydigan bo'lsangiz, meni boshqa qaytib ko'rmaysiz. Eshitdingizmi? Ziyoda. Sho'rib qursin. Bu nima ko'rgan? To'xta. Nima deysan? Qanaqa ariza? Sabina? Nega ustunda yozadi? Sizga kim kerak? Sabinani chaqirib bering. Men ijarachiman. Uy egalari bugun uchib ketishdi. Qayerga uchib ketadi? Men qayerdan bilaman? Qachon kelishini aytmadimi? Bilmayman. Aka, dam olib turdim. Nima muammo?
Odam podam emas ekansiz. Bashiringiz qursin. Niyatingizga yetdingizmi? Niyatingizga yetdingizmi? Sen tushuntiribroq gapir, jinniroqmisan? Siz mana shu qing'ir ishlaringiz oilamizni barbod qildi. O'zingni bos. Nimalar deyapsan? Tushuntiribroq gapir. Hozirgina uyimizga bir begona tanimaydigan odamlar kelib, uyimizni bo'shatib qo'yishimizni aytdi. Kim ular o'zi? Sizdan so'rayapman, kim ular? Sen nimaga yig'layapsan? Endi to'y bo'lmas ekan. Nima? U nima dedi? Nimaga to'y bo'lmas ekan? Nima degani u? O'zi hammasiga siz aybdorsiz, uyatsiz. Tushundingizmi? Bugun onamning o'tgan kunlari. Shunga duo qilgani kelgandim. Duoni uyingda qilavermabsan-da. Ovora bo'lib kelmasing bu yoqqa singlim. Rostdanamda opa, o'ra bo'psiz. Oyjon o'tganlarga necha yil bo'ldi. Kelib ketib hammani vaqtini olish shart emas-ku. Bilasiz, biz ishli odammiz. Ishli odammiz deylar. Nimaga hayron bo'lasiz? Harakat qilmasak bizni kim boqadi? O'tiravermaymiz-ku og'zimizni ochib. Axir bolalar katta bo'lyapti. Tezroq mana bu uyni hovliga almashtirishimiz kerak. Yilda 2 marotaba kelib duo qilishga kelsam maylimi? Ruxsat berasizlarmi? Tushunmadim. Ustimizdan kulyapsizmi, opa? Kelavering. Har safar kelganimda eshiklar qulf bo'ladi. Shunga Singlim, hech kim seni ko'ksingdan ittirayotgani yo'q. Faqat muammo yasamasang bo'ldi. Shunisiga ham shukr. Mayli, men bora qolay. Yaxshi boring, opa. Kelib turing, opa. Menga qarang, turing. Ishga kech qolmaylik yana. Dada, oy, sizlarni juda ham sog'indim. Sizlardan keyin na akalarim va na kelinoylarim meni yo'qlab bormadi. Qaniydi, avvalgidek baxtli oila bo'lsak. Afsus. O'sha paytlari akalarim juda ham mehribon edi. Ularni vaqt o'zgartirdimi yoki xotinlari o'zgartirdimi, buni bilmadim. Ziyoda. Qo'ying endi salamani og'ir kunimda tashlab ketmagin. Siz hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Ko'chada qolganimiz yetmaganday. Qudalaringiz ham aynib o'tirishibdi. Qizingiz hayotini ham barbod qildingiz. Axir o'zing. Bilmadim. Qudalar qayerdan eshitgan? Xullas, oilamiz ularga mos emas ekanmish. Vaqtincha bo'lsa ham ijarada yashab turaylik. Masabini bilan sudlashib, hamma narsani qaytarib olaman. Faqat ketma. Yo'q. Rosa sizga ishondim. Xullas men ijarada yashamayman. Bolalar axir katta bo'lsa, Bolalarni ham siz bilan qolishni istamayman. Endi yuravering. Xohlaganingizcha, o'sha tog'ma-tog'. Mana ishingizdan ham ayrilib bo'ldingiz. Qoching yo'limdan. Ziyoda. Shu singlingiz hamchi nuqul kelib burishga o'lab ketadi boru. Bo'ldi qilsangchi. Asabimni buzgan. Shoshayotganimizda kelib o'tirib olganini qarang.
Bilib turibdi kech qolayotganimizni. O'zing ham chaqib olding-ku. Bechora, ovqat ham yemasdan ketdi. Nima men unga ovqat qilamanmi? Oldiga choy ham olib kirmayman. O'zi singlingiz biladi yoqtirmasligimni. Bo'ldi qilsang-chi. U senga hech narsa qilmagan-u. Shu singlingiz ham, akangiz ham, o'sinim ham jonimga tegib ketdi. Bo'ldi, ovozingni o'chir. Qachon qarama asabga o'ynaysan, akamni, singlimni yomonlikdan menga. Yo'lga qarang. Yaxshi gapirmaysan. Tinchlikmi onasi? Akangga nima bo'ldi? Bilmadim. Akam bilan kelayim avtohalokatga uchrabdi. Nima? Hali o'ziga kelishmadi. Endi nima bo'ladi? Xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bahrom akaga xabar berdinglarmi? Ha. Xabar berildi. Mayli. Shifokorxonasi shu yerda ekan. Shunda uchrashib chiqing, xo'p? Xo'p. Nima kerak bo'lsa olib kelib beraman. Aka, kelyapsizmi? Hozir yetib boraman. Shohruh ahvoli yaxshimi? O'ziga keldimi? Hali shifokorlar bir nima deyishmadi. Uyimda ham bir dunyo muammo bor desinglar. Aka, hozir uydagi muammolarni o'ylaydigan paytmi? Bo'pti. 10 daqiqada yetib boraman. Faqat oldindan aytib qo'y. Bir tepilib qolmagan. Tushunyapsanmi? O'zingiz kelsangiz bo'ldi. Shohruh akamning hayoti qil ustida turibdi. Bo'pti. Nega jigarlarim bunchalik beoqibat? Tinchlikmi? Nima gap? Tinchlik. Men tashqari chiqib kelay. Aka? To'g'ri, nima gap? Akam yaxshimi? Kenayimchi? Kelin o'ziga keldi. Akamchi? Ukam endi yura olmas ekan. Nima? Shunaqa. Mayli. Tirik qo'yganni o'ziga shukr. Bo'ldimi, ruxsat berishdimi? Ha, ruxsat berishdi. Aka, ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin. Rahmat sizlarga. Boringlarga shukr. Keliningizni ham bugun uydagilar olib ketishibdi. Mayli, ozroq davolanib keladilar. Bolalaringiz bor, mana biz bormiz. Aytgandek, Shohruh, 1-2 kun uyingda turib tursan maylimi? Tinchlikmi, uyingiz bor-ku? Mayli. Qo'y. Men mashinada bo'laman. Xo'p. Aka. Ha? Dadamni dilini og'ritganimiz uchun jazo bu. Bechora dadam bizdan zarracha ham yaxshilik ko'rmasdan ketdilar. Oy!
Dam olishga qo'yasanlarmi yo'qmi? A? Ertaga o'zim boraman dedim-ku. O'zim hal qilaman hammasini. Bo'pti. O'g'lim, meni negadir bugun anchagina mazam yo'q. Oyog'im juda qattiq og'riyapti. Meni ahvolim og'ir, bolam. Dada, namuncha vahima qilasiz? Keksaygansiz. Qarilik alomatida endi. Hozir borganingiz bilan bir dunyo dori-darmon yozib beradi sizga. Ha, undan ko'ra tinchgina uyda o'tiring. Xo'p. Bolam. Hech bo'lmasa meni singilni uyiga olib borib qo'y mashinangda, xo'pmi? Dada, boshimda mingta tashvish. Ishlarim o'xshamay turibdi o'zi. Iltimos, xalaqit bermang. Boring, xonangizda o'tiring. Xo'p. Hammasidan to'yib ketdim o'zi. Kelin. 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 Labbay dada. Qizim, ovqatsiz pishdimi? Qorin juda och qoldi, bolam. Dadajon, bilasiz-ku, men parhezdaman. Qolaversa hozir shoshyapman, ketishim kerak. Qizim, bolam, men ertalabam nonushta qilganim yo'q. Bilasiz, meni qandli diabet kasalim bor, bolam. Xo'p, men nima qilay? Kasalingiz bo'lsa nima qilay? Aytyapman-ku sizga shoshyapman deb salonga yozdirib qo'yganman. Ana, navaralaringiz kelsa, aytaman, nimadir qilib berishadi. Hali ishga ham borishim kerak. Bahromjon, o'g'lim. Bahrom o'g'lim. Assalomu alaykum, otam. O'g'lim, bormisan? Tinchlikmi? Tinchlik o'g'lim. Seni bir ko'rib ketay degan edim-da. Shunaqa deng. Uyda bu kim bormi ekan? Bilmadim, bolam. Eshikni hech kim ochmayapti. Nabiralarimni juda sog'ingan edim-da, bolam. Uyga birrov kelgandim, hozir yana ketishim kerak. Ukam, kelin yaxshimi? Hammalari yaxshi. Baraka topishsin. Nima bolam? Sizga qarashmayaptimi? Nima deganing, bolam? Qarashyapti, Xudoga shukr. Ukang keling, hammasi yaxshi, baraka topishsin. Shunaqa deng. Yuraymi bo'lsa? Ochmanmi? Tavba. Hoppa, qoyil. Tavba. Dada, cho'y. Rahmat, bolam. Oling. Rahmat, kelin.
umringizdan baraka toping, bolam. Dadajon. Tavba, nima balo sizga ovsinim ovqat bermaydimi deyman, a? Yo'q, bolam. Unaqa emas. Obbo. Yangi sochiqqa qo'lingizni artishingizni qarang. Mana qog'oz sochiq qo'yib qo'yganman-ku. Uzr kelin. Esim qursin, ko'rmabman buni. Assalomu alaykum. Kel bolam. Olib kel ovqatingni. Hozir. Osh bo'lsin. O'g'lim. Shu anchadan beri sendan bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Nima ekan? Shu keyingi paytlarda juda ham mazam bo'lmayapti. Har kuni qayerimdir og'rib turadi. Meni shifokorga olib borib bir ko'rsatasanmi degandimda bolam. Nima, men sizga bekorchimanmi? Ana erkatoyingizga ayting, olib borsin, ko'rsatsin. Ukangni ham vaqti yo'q ekan bolam. Mayli, agar vaqting bo'lmasa, menga biroz bo'lsa ham puldan yordam bergin o'g'lim. Dada, mani pullarim hisob-kitobli. Bilasiz, hammasini biznesga tikib qo'yganman. Ishim ham nozik. Ishdan bo'shatib yubormasin deb o'zi hadiksirab turibman. Ha, mayli o'g'lim, mayli. Bir amallab turarman, mayli. Men. Oling. Rahmat o'g'lim. Baraka top, rahmat. O'zi pensiyangiz pullarini nima qilyapsiz? Nafaqa pullarimni haligi Ovsinim dadajondan nafaqa pullarini olib qo'yadi-ku. Keyin ukangiz ishlatib boradi. Shuni ham bilmaysizmi, dadasi? Yo'q. Kelin unaqa emas. O'zim ishlataman, o'zim. Dada, bo'lmasa o'sha pensiya pullaringizni sal o'ylab ishlating-da. Bu pul topish oson bo'lmayapti. Qo'ying ovqat sizga. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, xudojon. Aytganingizdek qilaman. Sizga shunaqa mebel kerakmidi? Bo'ldi, topamiz. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Ha, mayli. Kelinglar o'zinglar ham. Xo'p, rahmat. Kelin. Haligi sizga bir narsa aytmoqchi edim. Nima gap ekan? Shu to'yni kamtarroq qilib o'tkazalik demoqchi edim, bolam. Obbo, shu aralashmasangiz tura olmaysiz-a? Ha, nima qilishni o'zimiz bilamiz. Tag'in o'g'lingizga ham shu gapni aytib o'tirmang, xo'pmi? Kelin, meni noto'g'ri tushundingiz, bolam. Bahrom o'g'limni omadi kelib turganida biron narsa olib qo'yinglar, keyin kerak bo'ladi. Omad hamma vaqt ham kelavermaydi, bolam. To'yni bo'lsa, ixchamgina o'tkazib qo'ya qolinglar, juda chiroyli bo'ladi. Dada, shu haligi o'g'lingiz bergan pul bor-ku. O'shani menga berib turing.
Rahmat. Qudam aytgan joyga o'tib kelmasam bo'lmaydi dedi. Mayli, siz yaxshi o'tiring. Ha? Dadajon? Yarim kechasi ovqat yeyapsizmi? Men haligi kelin qornim boya ovqatlanganim yo'q edi. Bolam ovqat yemadim. Yarim kechasi taqir-tuqur qilib hammani bezovta qilyapsiz. Shuni bilyapsizmi? Menga qarang. Tinchgina ertaga uyingizga keta qoling. Nima dedingiz? Eshitdingiz deb o'ylayman. Har holda ular ham sizni kutib o'tirishgandir. Ha, haligi bir gap bor-u. O'z uyim, o'lan to'shagim degan. To'g'rimi? O'z uyim deb o'ylabman. O'g'limni uyi menga begona ekan. Boshim hamma narsa toshib yotibdi. Men bilmayman. Siz to'y qalbasidan boshimdan muammoyim oshib toshib yotibdi. Tezroq ketsinlar, ayting. Yo'qcha kegingni. Dada? Dadajon. Assalomu alaykum dada. Qizim, va alaykum assalom. Dada, sizni sog'inib ketdim. Ko'rgani keldim. Yura qol bolaginam, men ham uyga ketyapman. Xo'p. Dada, kiyimlaringizni hech kim dazmollab bermadimi? Qo'yaver qizim. Kiyimlarim dazmollab bersa ham atayin dazmollamaganini kiyaman. Bilasanki oldindan shunaqaman. Avval uni qammasdingiz-ku dada. Esizdami? Men va oyim paytlarida no'xatdek g'ijim bo'lsa ham kiymasdingiz. Ha, bolam endi yosh o'tgandan keyin shunaqa bo'lib qolar ekansan-da. Yur, uyga kira qolaylik. Men nonushta ham qilmaganman. U bu narsa pishirib berarsam, yur bolam. Voy, dada, kafega olib boraymi? Yo'q, uyda u bu narsa pishirib ber. Ortiqcha pulni ketkizib nima qilasan, bolam? Yura qol. Xo'p, dada, yuring. Kiring, dadajon. O'tiring. Oyoqlarim qattiq og'riyapti-ya. Dada, siz bemalol yonboshlab dam olib turing. Men hozir kirlaringizni yuvib, ovqat tayyorlab beraman. Yo'q, bolam, shart emas, tag'in kelinni jahli chiqmasin, bolam. O'zi qilmaganga yarasha
Endi indamay tursin. Siz o'ylamang, dada. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz bemalol damingizni olib turing, xo'p? Xo'p, rahmat bola, rahmat. Azizaxon, Labey, sizdan bir iltimosim bor edi. qanaqa? O'zi ozib-yozib bir kelasiz. Kelganingizda ham uy ishlariga burningizni tiqmang. Shu paytgacha indamadim. Endi gapiraman. Nahotki otamni ust-boshiga, ovqatiga qarash shunchalik qiyin bo'lsa? Axir yoshlari katta bo'lsa, duolarini olib o'tirsangiz bo'lmaydimi? Ko'chada ko'rib, uyalib ketdim. Uyalgan bo'lsangiz ana, uyingizga olib ketib qarang. Hali siz otamni uyda yashab, non tuzini yeb, xizmatini qilishdan endi qochyapsizmi? Asabim buzmang. Yoqmasa, ana, katta ko'cha. Buni o'zim hal qilaman. O'zingiz bilasiz. Dada, qizingiz kelib, keliningiz asabini buzib ketibdimi? Dada, hamma gapni aytishi shart emas-edi qizingizga. Baribir kuningizga qizingiz emas, biz yarayapmiz. Menga qarang. Bizni yomonotlik qilib nimaga erishmoqchisiz o'zi? Bolam, men hech kimga hech narsa deganim yo'q. Dada, axir o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana akamnikiga borib ko'rdingiz. Necha kun sig'dingiz? 3 kun o'tmasdan yo akam qo'ng'iroq qiladi, yo o'zingiz shumshayib qaytib kelasiz. Dada, shunday ekan, qizingizni bu yoqqa chaqirib, bizni tinchimizni buzmang. Dadajon, agar iloji bo'lsa, Azizaxon umuman kelmay qo'ya qolsinlar uyimizga. Tinchimizni buzib. Ey onajonisi, nega meni yolg'iz o'zimni tashlab ketding? Farzandlarim orasida ham yolg'izman, onasi. Meni o'zing bilan olib ketganing ma'qul edi, onasi. Nega meni o'zing bilan olib ketmading? Shohruh. Aka, biz ota duosini ola olmadik. Qaniydi xatolarni tuzatish mumkin bo'lsa. Endi bir umr yura olmayman. Buyam otamni norozi qilganim uchun jazo. Men esa ishsiz bir kunda ko'chada qolib ketdim. Keyin qonuniy ajrashmoqchi. Qizimni to'yi buzilganiga chida olmayapti.
Tinchlikmikan? Azizani qaynotasi olamdan o'tibdi. Joylari jannatda bo'lsin. Aka. Otamni meni uyimdan chiqaraylik, iltimos. Uka, otamdan judayam qarzim ko'p. Sen bizni umra ziyoratiga yuborib katta savobga qolding. Men otamga so'z berganman. Bizni uyimizdan chiqarishni ularni o'zlari vasiyat qilganlar. Lekin aka, men kichkina o'g'ilman. Qandoq bo'larkin? Odamlar nima derkin? Hammasiga o'zim tushuntiraman. Sen o'ylama. Nima bo'lganda ham otajonim rahmatli akani gapini hech qachon ikki qilmagin deganlar. Siz nima desangiz shu akajon? Siz meni otamning o'rnida otasiz. Bitta narsaga ruxsat bering. Nimaga? Otammi? Ko'chada qancha qarzlari bo'lsa men to'layman. Hamma xarajatlarni, ma'rakalarni ham o'zim qilaman akajon. Faqat yo'dimi aka? Iltimos yo'dimi? Qabrga ham o'zim olib tushay aka. Akajonim. Rahmat aka. Sizni yaxshi ko'raman. Allohu akbar. Dadajon. Siz tirikligingizda biz notavonlar sizga azob berdik. Biror marta sizni o'ylamadik. Bizni kechiring. Menga ko'proq ishonardingiz. Doim omadimni so'rardingiz. Siz degandagi omadga erishdim-u, lekin boylik ko'zlarimni ko'r qilib o'zim yo'qotib qo'ydim. Beoqibat bemehr o'g'il bo'ldim. Ukamga ham shuni o'rgatdim. Ana endi siz oldingizda gunohkorman. Bosh egib turibman. Dadajon, bizdek noqobil o'g'illaringizni kechiring. Bu yog'iga siz o'ylagandek farzand bo'lishga harakat qilamiz. To so'nggi nafasimizgacha. Oxirat hisobot bo'lsin. Bizdan rozi bo'ling. Joyi jannatda bo'lsin.